Prostata bezi erkaklar tanasida shunchalik muhim a'zoki, bu bez yaxshi ishlamasa na farzandli bo'la olasiz, na jinsiy aloqa qila olasiz. Bu videodan keyin prostata bezi muammosi bilan urologga borishga hojat qolmaydi. Sizdagi har qanday prostata bezi kasalligini uy sharoitida tabiiy vositalar, dori vositalari yordamida davolash tartibi haqida bilib olasiz. Prostatitni davolashda tabiiy usullar. Kegel mashqlari, zanjabil o'simlik ildizi, qichqirot o'simlik ildizi. Prostatitni davolashda dorilar. Levofloxacin tabletkasi, tamsulazin kapsulasi, diklofenak svechi. Tez siyishda nima dorilar? Tamsulazin kapsulasi, Sidik qolib ketishi va tomchilab qolishda. Driptan yoki Vizikar tabletkasi. Prostata bezini uy sharoitida davolash, ishlatiladigan tabiiy vositalar va dori vositalarini ichish tartibi, dozasi haqida video darslik tayyorladik. Agarda u sizga qiziq bo'lsa, menga obuna bo'lib 10 raqamni yuborib qo'ying, men uni sizga tashab qo'yaman. Demak, prostata bezi bizning tanamizda shunchalik muhim a'zoki, bu eng asosiy bizning farzandli bo'lishimizni va jinsiy aloqa qilish qobiliyatimizni ta'minlaydigan a'zolardan bittasi. Sababi prostata bezi o'zidan suyuqlik ishlab chiqaradi. Bu suyuqlik spermatozoidlarning harakatchanligini ta'minlab beradi. Ya'ni sperma chiqarganimizda o'shaning tarkibidagi 30-35% qismi prostata suyuqligi tashkil qiladi. Bu spermatozoidlar harakatchanligini ta'minlab beradigan suyuqlik hisoblanadi. Agar bu suyuqlik ishlab chiqarish funksiyasi buzilsa prostata bezida spermatozoidlar harakatlanmaydi. Shuni hisobiga farzandli bo'lish qobiliyati buziladi. Ikkinchi vazifasi bizning tanamizda tuxumlar ishlab chiqaradi va buyrak ishlab chiqaradi, buyrak usti bezi ishlab chiqaradigan testosteron degan gormon bor. Bu gormon o'zi hech qanaqa vazifani bajara olmaydi, toki prostata bezi uni degidrotestosteronga o'tkazib bermaguncha. Ya'ni tanamizda oddiy testosteron ishlab chiqariladi, passiv testosteron, prostata bezida alfa 5 reduktaza fermenti ishlab chiqariladi. Bu ferment bilan oddiy passiv testosteron birikishi oqibatida degidrotestosteronga aylanadi. Degidrotestosteron bizning tanamizdagi hamma vazifani, erkaklik vazifasini bajarishni ta'minlaydigan gormon. Ya'ni bizning jinsiy aloqa qilish qobiliyati, ikkilamchi jinsiy belgilarning rivojlanishi, urug' ishlab chiqarilishi hammasiga aynan degidrotestosteron javob beradi. Demak, bilib oldinglar. Eng muhim a'zolardan bittasi. Agar bu ishlamasa, na farzandli bo'la olamiz, na jinsiy aloqa qila olamiz. Endi prostata bezida uchraydigan kasalliklar. Prostata bezida uchraydigan eng ko'p kasalliklardan bittasi bu prostatit, ya'ni prostata bezining yallig'lanishi hisoblanadi. Prostata bezining yallig'lanishi qachon, qaysi holatlarda yuzaga keladi? Prostata bezi bu yosh bolalarda ham, hamma har qanday yoshda bo'ladigan bez hisoblanadi, lekin yosh bolalarda prostatit kasalligi yuzaga kelmaydi. Aynan 17-18 yoshdan keyin yuzaga keladi. Nimaga? Prostatitning ikki xil turi bor. Bakterial turi bor, ya'ni infeksiyali turi bor va infeksiyasiz turi bor. Zastoy hisobiga yuzaga keladigan bakterial turi bu siydik yo'llaridagi har xil infeksiyalar sababli yuzaga keladi. Ya'ni biz palaparti jinsiy aloqa qiladigan bo'lsak, fohishaga boradigan bo'lsak va siydik yo'liga infeksiya tushadigan bo'lsa, shuni oqibatida prostatit kelib chiqadi yoki tanamizda boshqa joylardagi infeksion kasalliklardan kelib chiqadi. Masalan, tishimizda stomatit bor yoki tomog'imiz og'ridi yoki gripp bo'lib qoldik. Qon orqali tananing boshqa joyidagi infeksiya kelib turib, prostata bezini yallig'lantiradi. Demak, prostatitning ikkinchi turi bor. Bakteriyasiz prostatit bor. Bunda hech qanaqa infeksiya, virus, zamburug' hech narsa ishtirok etmaydi. Bu zastoy hisobiga yuzaga keladigan prostatit hisoblanadi. Ya'ni bizlar jinsiy balogatga yetgandan keyin erkak kishi har kuni bir marta, hech bo'lmasa 2 kunda bir marta jinsiy yaqinlikda bo'lishi shart. Agarda vaqtida jinsiy yaqinlik bo'lmaydigan bo'lsa erkak kishida, prostata bezi o'zidan suyuqlik ishlab chiqaradi. Ya'ni har erkak kishi shu vazbujniyda bo'lganda, har jinsiy aloqa qilishni xohlagan paytda suyuqlik ishlab chiqaradi. Bu suyuqlik tashqariga chiqib ketmasligi hisobiga prostata bezida yig'iladi. Masalan, 10 kun, 15 kun jinsiy yaqinlik bo'lmadi, 15 kun davomida har kuni suyuqlik ishlab chiqardi va yig'ildi prostata bezining ichida. Yig'ilishi oqibatida prostata bezining hajmi kattalashib ketadi. Prostata bezining hajmi kattalashishi oqibatida bu bezi orasidan siydik kanal o'tgan bo'ladi. Siydik kanalni siqib qolishiga olib keladi, siqilib qolishiga. Siydik kanal torayib qolishi oqibatida siyishdagi muammolar kelib chiqadi, tez siyish, siydik qolib ketganday hissiyot bo'lishi, siydik qolib ketishi, siydikni tomchilab qolish kabi belgilar yuzaga keladi. Demak, bu zastoyni prostatit. Xo'p, endi davolash haqida gapiradigan bo'lsak, prostata bezini funksiyasini yaxshilaydigan, yallig'lanishni oldini oladigan tabiiy vositalar bu zanjabil o'simligining ildizi. Zanjabil o'simligining ildizini 2 qoshiq maydalanganni 1 choynak suvga aralashtirib turib yoki damlab turib, xuddi choy damlaganday qilib turib, 1 kun davomida maydalab ichib yursangiz bo'ladi. Zanjabil o'simligini faoliyatini yaxshilab beradi. Ikkinchisi bu qichqirot ildizi.
qishitqo't ildizini quritiladi qorong'i joyda va qurigan ildizni maydalab turib, bir choy qoshiqni bir stakan qaynab sovigan suvga aralashtirib turib, kuniga bir mahal ichiladi. Bir stakan bir choy qoshiq damlangan zanjabil qishitqo't o'simligini ildiz qismini ichsanglar, bu prostata bezini faoliyatini yaxshilaydigan eng yaxshi tabiiy vositalardan bittasi. Xo'p, uchinchi demak tabiiy usul prostatit kasalligini, prostata bezini faoliyatini yaxshilaydigan bu Kegel mashqlari. Kegel mashqlarini har kuni ertalab 5-10 minut, kechqurun 5-10 minut qilish bizani kichik shona bo'shlig'imizda prostata bezi joylar sohasida qon aylanishini yaxshilaydi, ko'proq qon olib kelishga sababchi bo'ladi. Ko'proq qon kelishi prostata beziga ko'proq oziqlanishini ta'minlaydi bezni. Bu narsa esa prostata bezini yaxshi ishlashini ta'minlab beradi. O'zidan yaxshi suyuqlik ishlab chiqaradi, yaxshi ferment ishlab chiqaradi, testosteronning faoliyatini tezlashtirib beradi. Xo'p, endi dori vositalar davolaydigan. Prostatit boya aytganimdek ikkita turga bo'linadi. Bakterial prostatit va bakteriyasiz prostatit. Bakterial prostatit bo'lsa, siyishdagi muammolar, ya'ni tez siyish, siydik qolib ketishi, siydik tomchilab qolishi belgilar yuzaga keladi. Shu bilan bir qatorda yengil achishish yuzaga keladi. Demak, bu bakterial prostatit. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, levofloxacin tabletkani 500 mg bo'ladi dozasi, bir tabletkadan bir mahal 10 kun davomida qabul qilinadi. Faqatgina bitta sharti, bu antibiotik bo'lgani uchun oldin proba qilib turib, keyin ichish kerak bo'ladi. Tabletkani bitta chekkasini ozgina sindirib turib, ozgina ichib turib, agarda allergiya bermasa, keyin butun ichsangiz bo'ladi. Birinchi safar ichayotgan paytingizda. Agarda siz antibiotiklarga allergiyangiz bo'lsa, dorilarga allergiyangiz bo'lsa, unda bu dori tavsiya qilinmaydi. Xo'p, ikkinchi dori bu alfa-adrena blokator, ya'ni tamsulazin dorisi. Bu aptekalarda sotiladi, 0,4 mg bo'ladi. Bir mahal 15-20 kun ichiladi, uxlashdan oldin kapsulasi. Bu sidigollarni kengaytirib beradi, prostata bezini hajmini kichraytirib beradi. Uchinchi dori diklofenak svecha, 100 mg dozada chiqadi. Oddiy svecha, bu hamma aptekadan topish mumkin bo'lgan eng arzon dori. Tursa bir bittasi 1000 so'm, 2000 so'm turadi. Buni uxlashdan oldin orqa teshikka qo'yib uxlash kerak bo'ladi. Prostata bezini yallig'lanishini eng yaxshi davolovchi dorilardan bittasi. Bu demak bakteriyal prostatit bo'lsa. Agar bakteriyasiz prostatit bo'lsa, unda belgilari siyganda achishish bo'lmaydi-da, lekin tez siyish, siydik qolib ketganday bo'lishi, siydik tomchilab qolishi yuzaga keladi bakteriyasiz prostatitda. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, o'sha antibiotik levofloxacinni ichmaysizlar-da, tamsulazin bilan diklofenak qo'yasizlar. Tamsulazin ichasizlar 15-20 kun, diklofenak svecha qo'yish kerak bo'ladi. 10 kun davomida. Demak, prostatit kasalligini oldini olish endi. Prostatit kasalligini oldini olishda ikkita narsaga ahamiyat berish kerak bo'ladi. Birinchi narsa, palapartish jinsiy aloqadan saqlanish kerak bo'ladi. Ya'ni infeksion prostatitni oldini olish uchun palapartish fohishalar bilan jinsiy aloqadan saqlansanglar, infeksiya yuqmasa, demak, infeksion prostatit kelib chiqmaydi. Ikkinchi turi prostatitni, zastoyni prostatit. Zastoyni prostatit bo'lmasligi uchun regulyarniy jinsiy hayot kechirish kerak bo'ladi erkak kishi. Ya'ni bitta odam bilan, ayoli bilan yoki bitta ishonchli odam bilan har kuni yoki kun ora jinsiy yaqinlikda bo'lish kerak bo'ladi. O'shanda zastoyni prostatit kelib chiqmaydi.